Siz ham telefoningizni televizor hamda kompyuter ekranlariga ulab, mana shunaqa telefoningizni joystick qilib, maza qilib o'yin o'ynasangiz bo'ladi. Hozir men sizga bu narsani tekinga o'rgatib qo'yaman. Endi qayta PlayStation sotib olishingiz shart emas. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. O'yinlar ham yoqadi, 6 tagacha do'stingiz bilan bitta ekranda maza qilib o'ynaysiz. Buning uchun sizlarga bir dona maxsus ilova kerak bo'ladi. Bu ilova yordamida hattoki mashinani monitorida ham o'ynasanglar bo'ladi, televizorda hamda kompyuterda ham. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida bu ilovani qayerdan yuklab olishinglarni aytib o'taman. Kompyuter yoki televizorda mana shu airconsole.com saytiga kirib olasiz birinchi navbatda. Keyin sayt sizda shu tarzda ochiladi. Start tugmachasini bosamiz. O'ng tarafda bizga mana shu kodni beradi. Keyin bo'lsa, maxsus ilova kerak bo'ladi. Maxsus ilovani hozir qayerdan yuklab olishingizni aytib o'taman. Bu ilova o'rtoqlar Androidga ham, iPhone'ga ham tushadi. Hoziroq Telegramdan ilova Xusbot botiga kirasizlar. Mana shu originalga boshlash tugmachasini bosasizlar. Bosgandan so'ng mana skriptgan yonida to'rtburchaga bosib, keyingi qatorga o'tasizlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin oxirgi o'yinda PC, TV o'yinlar deb yozib qo'yganman. Shuni ustiga bosib, bemalol Android hamda iPhone'ga yuklab olsanglar bo'ladi. Ilovani bot orqali yuklab olib, ekraninglardagi maxsus kodni kiritasizlar va sizlarda o'yin avtomatik ochiladi. Hamma do'stlaringiz ham xuddi shunaqa o'rnatishadi va ulanib o'ynashadi. Bu videoni anchadan beri PlayStation olmoqchi bo'lgan yoki PlayStationga pul yetmagan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar, ularni chaqirib uyingizda bir mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi.